Assalomu alaykum obunachilar, hammanglar kun xayrli hamda barakatli bo'lsin. Bugun mana Toshloqda sentrga tashrif buyurganmiz. Yaxshi niyatda xalqqa manfaatli bo'ladigan video deb o'ylayman. Birinchi o'rinda nomerni ko'rsatib, shu nomer esdan chiqmasin. Nomerni eslab qolinglar. Ekranga ham qo'yib beraman. Universal servis ochgan. Bu nimalarga kiradi? Endi biz Quva tumanimizdagi odamlar Toshloq, Marg'ilon deyiladi. Hech qachon narsalaringni mana televizori buzilib qoldi, uyda o'tiribsiz, ustaga olib bormaysiz. Mana ustaga tuzatib bering, 10 kundan keyin telefon qilasiz. Bo'ldimi televizorim? Tuzaldimi desangiz ham yo'q deydi. Endi bular uyingizga borib, o'zi telefon qilaverasizlar, uyingizga borib xizmat qilib berishadi. Elektrik, uyingizda svet o'sdi ham elektrik hamma ustalaridan bor. Xolodilnik, kir mashina, qolaversa nima desalaring, nima mana ko'rsating, nima desalaring, mana shu ustalar xizmat qilib beradi. Uylaringga borib. Quvoni qaysi tumandan bo'lsa ham bitta bong'illatib yuboringlar, telefon qilib, aka, shunaqa reklama qilib, rostmi? Rost, mana borib qilib berishadi. Mana uyda Wi-Fi'laring bo'lsa, shuna narsa o'rnatib berishadi. Svet o'chib qolsa Wi-Fi ishlamaydi. Shu narsani shuni ulab qo'ysangiz, mana svet o'chsa ham Wi-Fi ishlaydigan narsalar bor. Bular shuni olib borib o'rnatib berishadi. Buni murojaat qilaverasizlar, bo'mbillatib yuboramiz. Quva Toshloq bozori guruhimiz nomi. Qolaversa Quvaliklar, Quvani qayeridan bo'lsalar telefon qilinglar. Nima kompyuterlaringizni buzilib qo'ygan bo'lsa borib tuzatib berishadi. Rahmat, sog' bo'linglar. Bitta yurakchani qizartirib, do'stlarga televizori buzilgan, xolodilnik buzilgan do'stlarga jo'natib qo'ying.